Xitoy tilida har qanday sifatni ishlatishdan oldin daraja ravishi qo'yilishi shart. Bu bilan nima demoqchiman? Bu daraja ravishingiz nima desangiz, daraja ravishi sifatni darajasini ko'tarib beradigan, belgilaydigan. Nima o'zi ular? Aynan ular juda degan so'z. Juda ham degan so'z. Juda ham yaxshi, juda yaxshi. Qarang, darajasini ko'tarib beryapti. Yoki eng yaxshi degan ma'noda mana engni hosil qiladi daraja ravishlari. Yoki nihoyatda deb ma'noda aynan mana shuni ham daraja ravishi deb olsak bo'ladi. Ya'ni siz tushunib oling, Xitoy tilida sifat ishlatmoqchimisiz, siz uni shunchaki yaxshi emas, siz uni nima deysiz? Juda yaxshi. Siz uni mazali deya olmaysiz qoida bo'yicha. Siz uni aytasiz juda mazali. Chiroyli emas, juda chiroyli. Aynan mana shu daraja ravishlaridan bugun faqat birini, aynan nimani o'rganyapmiz? Xinni o'rganyapmiz. To'g'ri ishlatilishini. Bu faqat juda ma'nosini va darajasi juda pastroq. Darajasi past. Hali bizni oldimizda aynan juda ham so'zlari bor, eng degan so'zlarni o'rganish bor. O'shalarni ham o'rganamiz. Bugun faqat xinni o'rganamiz. Va siz tushunib oldingiz, sifatni ishlatmoqchimisan, daraja ravishini qo'yasiz. Va esingizda bo'lsa oddiy misol keltiraman. Sen yaxshimisan derdimi? Ni haomi? Javobingiz nima edi? 我很好，Hmm, 我很好， qarang. 我很好. 我很好. Mana shu joyda nimaga siz xinni ishlatgansiz? men juda yaxshiman. men yaxshiman. ifodalash uchun. Nimaga? Sababi siz yaxshi degan so'zni ishlatmoqchi edingiz. Men yaxshiman demoqchi edingiz, lekin Xitoy tilida shunchaki yaxshi bo'lmaysiz. Siz uni darajasini ko'rsatishingiz kerak, sifatni va bu yerda xin bilan ishlatgandingiz. Voxinho. Tarjimasini men juda yaxshiman yoki men yaxshiman desangiz ham bo'ladi. Endi yana to'xtalib o'tamiz. Aynan egani qo'lla, daraja ravishini ishlat, keyin sifatga bog'laysan deyapti. Yana misol tutsak. Mening Xitoy tilim juda yaxshi. Vo, 我的汉语很好。 ana shunday. Juda zo'r. Yaxshi holatdamiz. Wo da hanyu hin hao. Mana. Egani qo'lla. Mening Xitoy tilim. Wo da hanyu. Sifat ber. Juda yaxshi do'stim. Sifat ber ho. Lekin sen sifatni oddiy ishlata olmaysan, o'shaning uchun daraja ravish qo'yildi hin hao. Wo da hanyu hin hao. Qoida bo'yicha shunday. Yana bitta misol keltiramiz. Aynan bu o'sha Xitoy taomlari mazali holatiga. Ayting, Xitoy taomlari juda mazali. Jungguo 中国中国在很好吃。很好，中国在很好吃。好，好吃。 Egani qo'lla Jungguo在 Xitoy taomi, sifatni qo'lla haochi. Lekin sen sifatni oddiy ishlata olmaysan, daraja ravishini qo'y hin haochi. Jungguo在很好吃. Xitoy taomlari juda mazali. Yoki 美国在很好吃. Uzbek在很好吃. Menimcha tushundingiz. Aynan hinni Juda mazali bo'tdi shuni bo'rttirib gapiryapman. o'sha darajasini ko'tarib beryapti. Lekin eslab qoling, hin sifatlarni juda ko'tarib yubormaydi. Juda ham yaxshi emas, nisbatan yaxshidan yuqoriroq. Sizlar bilan hali o'sha haqiqiy juda hamni beradigan daraja ravishlarni o'rganamiz. Hozircha hin. Darajasi ozgina pastroq bo'ladi. Lekin ishlatishingiz kerak. Shuni ko'rib qo'ydik. Misol uchun Wohin Haoni yozib qo'ysangiz bo'ladi hozir. Chunki doim bitta grammatikada bittasini yozib boramiz doim. Va buni inkor holatini ko'rib ketamiz. Inkor holatini. Sizni taxminingizcha inkor holatida taxmin qilsangiz, misol uchun yaxshi emas bo'lsa bu xinho bo'lishi mumkin siz taxminingiz bo'yicha, lekin bunday emas ekan. Inkor holatini ishlatayotganimizda daraja ravish tushib olar ekan.
Egani ishlatasiz, buni ishlatasiz, sifatga bog'lab yuborasiz shunday. Mana. Egani ishlatasan, keyin bu va sifat. Misol uchun biz aytdik-a, Woda Han Yuxin Ho. Xitoy tilim yaxshi, juda yaxshi dedik. Endi yaxshi emas desak nima bo'ladi? Woda Han Yu nima? Nima? 不好， Ana shunday. 不好， Shunday. Woda Han Yu bu ho. Nimaga hinni ishlatmading? Sabab qoidada tushib qoladi deyildi. Aytasan, Woda Han Yu hin tushib qoldi, bu o'rnini to'ldirdi ho. Woda Han Yu bu ho. Jungguo zai hen hao chi. Juda mazali. Mazali emas. Jungguo zai. Ayting. 不好吃， Ana shunday. Jungwon Sai. Bu hochi. Amerika taomlari mazali emas. 美国菜不好吃， Sai. 不好吃， Bu hochi. Egani qo'lla, buni ishlat, sifatni ishlat. Mana strukturasi, formulasi yoz shunday qilib va to'g'ri chiqadi gaping. Ko'rsatdik. Misollar. Yozib qo'ying, inkori bu bilan hosil bo'lishi va bu hani bu ho deb qo'ysangiz ham esingizda yaxshi qoladi keyingi darsgacha.